Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan возражение, ya'ni e'tirozlar haqida gaplashamiz. Men e'tirozlarni ikki turga bo'laman. Aniq e'tiroz va yolg'on e'tiroz. Hop, hammamiz do'konga kirganimizda, ya'ni agent bo'lib kirganimizda, zakaz olishga borganimizda bizga har xil e'tirozlar uchraydi. Zakaz yo'q, pulim yo'q, narsalarim yetarli va hokazo shunga o'xshagan ma'lumotlarni olamiz. Hop, bularni aniqlash uchun aniq va yolg'onni ikki turga bo'lib oldik. Hop, anig'ini qayerdan bilamiz? Do'konga kiryapmiz, narsalarim yetarli yoki pulim yo'q. Shunga o'xshagan e'tirozlar bo'lishi mumkin. Narsalarim yetarli degan bo'lsa, именно o'zimizning pechenyelardan oladigan bo'lsak, hop, pechenye vitrinasiga o'tamiz, narsalarni ko'ramiz, haqiqatan narsalar ko'p va skladiga o'tamiz. Bu обязательно do'konchidan so'ragan holda skladiga o'tamiz, skladda narsalari ko'p. Demak, biz aniqlashtirdik, bu do'konchi bizga yolg'on gapirmayapti, aniq ma'lumot beryapti. Hop, ikkinchi turi yolg'on etapi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holatda narsalarim yetarli, pechenlarim ko'p. Kiramiz do'konga, vitrinasini qaraymiz. Vitrinada bizning mahsulotlar necha xili bor yoki bizning mahsulotlar necha xili qolgan. O'shalarni bilamiz. Agar o'tgan hafta berganimiz yoki undan oldingi bergan mahsulotlarimiz yoki umumiy oladigan bo'lsak, qandolat mahsulotlar pechenyelar kam qolgan bo'lsa, demak bu do'konchi bizga yolg'on e'tiroz beryapti. Ya'ni buni yolg'onni aniqlashtirganimizdan keyin biz bu do'konchiga tavsiya berishimiz kerak. Hop, mahsulotlaringiz qolmagan ekan. Bu demak yolg'on gapiryapti, bu do'kondan zakaz olsa bo'ladi. Bu yolg'on qachon ishlatiladi? Ko'pincha agent yangi bo'lganda, dastavka yangi bo'lganda yoki u do'kon biz uchun u do'kon yangi bo'lsa, shunaqa holatlarda bu narsa ishlatiladi. Biz endi buni aniqlab oldik. Hop, aniq e'tiroz. Ya'ni do'konchida mahsulot bor, polkalar to'la, skladi to'la. Biz bu do'kondan zakaz olishimiz ehtimoli kamroq. Hop, yolg'on e'tirozdan lekin 80% zakaz olishimiz ko'proq. Nimaga deb aytiladigan bo'lsa, chunki bu klient bizga mahsulotni bor deyapti, biz borib ko'ramiz, mahsulot yo'q, mahsulot yoki kam qolgan, ya'ni polkani, vitrinani to'ldiradigan darajada. Shunda biz do'konchidan gaplashib turib, mana shu yolg'on e'tirozligini bilganimiz uchun endi biz bu yo'ldan o'tib do'konchidan zakaz olishimiz kerak. Ya'ni do'konchiga boriladi, tushuntiriladi, mahsulotingiz kam qolgan ekan, mana mahsulotdan kam qolgan ekan, bu mahsulotdan umuman qolmagan ekan deb ma'lumot berib zakaz olinadi. Va yana e'tiroz bo'ladi pul masalasi bo'yicha, pulim yo'q. Bu ham xuddi shu masala, bu yangi agent bo'ladi, ya'ni yangi xodim bo'ladimi, yangi do'kon bo'ladimi, yangi do'konchi bo'ladimi? Bu narsa har doim ko'pincha bo'lib keladi, hammamizda uchrasa kerak. Pulim yo'q degan do'konni ham xuddi shunaqa aniqlaymiz. Men bu narsani o'zim 3 turga bo'lib olganman. Hop, birinchidan tuxum mahsulotlari, kolbasa mahsulotlari va parfyumeriya mahsuloti. Nimaga bularni oldim deydigan bo'lsak, tuxum, kolbasa har kuni, har doim ro'zg'orbop narsa. Bular har doim ketadi, sezon tanlamaydi, ya'ni mavsum tanlamaydigan mahsulotlar, qishin yozin har bir xonadonga iste'mol qilinadigan narsa. Hop, uchinchisi parfyumeriya отдел, ya'ni parashut, gel, zubni pasta, zubni shotka va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Agar shunaqa do'konni ko'radigan bo'lsanglar, bilinglarki, bu do'konda pul bor. Nimaga deydigan bo'lsanglar, chunki parfyumer mahsulotlariga ham, ya'ni ular ham bitta polka qilish uchun unga ham ancha-muncha pul kerak bo'ladi. Bunaqa do'konlarda pul bor. Demak, biz bu etapdan o'tdik, puli bor yo'qligini aniqladik, bular o'zimiz uchun bilib oldik. Endi keyingi etapga o'tamiz. O'zi narx qimmat. Hop, bu ko'pchilikda bo'ladi. Narx qimmat. Bu narsani aniqlashimiz kerak, bu nimaga nisbatan qimmat? Bu qaysi tur firmaga, ya'ni konkurentlarga nisbatanmi yoki o'zimizga nisbatanmi yoki bozorga nisbatanmi? O'sha narsani aniqlab olishimiz kerak. Narx qimmat deydigan bo'lsa, nima bilan solishtirganda? Hop, bizaniki Zebrusdan mahsulot bo'ladigan bo'lsa, Kremberda arzon taplyonkalar, Mavisda arzon taplyonka, sizlarniki qimmat. Shu narsani, shu javob eshitganinglardan keyin sizlarda bu narsaga nisbatan taqqoslash bo'lishi kerak. Ya'ni bizning mahsulot nimaga qimmat? Bizning mahsulot ulardan nimasi bilan ajralib turadi? Shu narsalarni tushuntirib berishingiz kerak. Bizning mahsulot sifatli,
Bizning mahsulot hozir top 1da turadi. Shu paytgacha eng ko'p sotib kelgan mahsulotlarimizdan bittasi. Bizning mahsulotni даже iste'molchilar so'rab keladi. Ya'ni o'zimizning tapyonkada Z degan emblemi bor, ko'rgan bo'lsanglar. Mazasi bo'yicha ham ancha farq qiladi. Xo'p, do'konlarda ko'rganmiz, tapyonka Z misol tapyonka Maviski, Kremberg, Iskoniki solishtirganda iste'molchilar, ya'ni biz endi do'konchilarga sotamiz, do'konchilar iste'molchiga sotadi. Oxirgi gapni iste'molchi gapiradi. Ko'pincha do'konchilar bilan solishtirganda iste'molchilar ko'proq aynan bizning mahsulot tapyonkani olib ketishyapti, ya'ni talab unga kuchliroq bo'lyapti. Bu narsa isbotlangan, shu narsani bemalol aytsangiz bo'ladi. Mazasi jihatdan ham uyaltirib qo'ymaydi. Bozor bo'yicha solishtiradigan bo'lsa, hop, shu narsani tushuntirib berishingiz kerak. Biza bozorga dastlabki zavod tarafdan yoki firma tarafdan o'zi qilinadi. Bizda mahsulotga vazrat, ya'ni qaytib olish anaqasi bor. Qaytib olamiz mahsulotni. Qaytib olayotganda narxi o'sha tovarni betini yo'qotsa, sinib ketsa, sotilmasa, surib o'tib qolsa, shunga o'xshagan vaziyatlarda biz mahsulotimizni o'z narxiga qaytarib olamiz. Bozorda bo'lsa bu narsa yo'q. Va biz klientga mahsulotni o'zimiz do'konga olib kirib beramiz, ya'ni eshigini tagiga olib borib beramiz. Bizda obsluga bor. Shu obsluga uchun bizda ozgina narxni o'ynashi mumkin. Shu narsani tushuntirib berishingiz kerak. Xo'p, uchinchisi bozor bilan ishlayman. Hozir aytgan narsam, do'konga kiryapsizlar, men firma bilan ishlamayman, men bozor bilan ishlayman. Endi buni faqat pecheni emas, umumiy qilib tushuntirib o'taman. Bu ko'pchilik tashkil qilmaydi. Bozor bilan ishlagan do'konchilar ham oradan chiqadi. Ya'ni o'sha klientlarimiz orasida bor. Hop, buni so'rash kerak, nima uchun bozor bilan ishlaysiz? Firmaga bu do'konchida har xil vaziyat bo'ladi. Firmaga bo'lgan ishonch yo'qolgan yoki qaysidir firmadan nimadir sabab kuyib qolgan yoki boyagi vaziyat masalasi bo'yicha tushib qolgan, shu sabab bozordan olaman. Menga eng tinch shu deb aytishadi. Xo'p, bunaqa vaziyatlarda do'konchini eshitib, unga ya'ni o'zimizning variantimizni berishimiz kerak. Bozordan olaman nimaga arzon? Xo'p, bizda skidka aksiylarimiz bor. Bozordan olaman nimaga dastlabki vaqtida kelmaydi yoki agent boshqa narsalarni yozib ketadi, aytilmagan narsalarni yozib ketadi, shu sabab. Xo'p, bizda aytilgan narsa yoziladi, bizda nakladniy bo'yicha qabul qiladi do'konchi. Va aytilgan summadan keyin biz programma orqali ishlaymiz. Do'konchiga nima mahsulot olganini ko'rsatib va shu mahsulotlarni naqdmi, перечислениemi, klikmi, kartami, terminalmi farqi yo'q. Bu istagan o'zi xohlagan uslubida pul to'lay oladi. Shunisi bilan ajralib turamiz. Va bizda stabilnost degan narsa bor. Bizda har hafta o'sha do'kondan xabar olinadi. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biza возражение bo'yicha do'konchini eshitishimiz kerak va unga yechim berishimiz kerak. Shunaqa ko'p holatlarda biz do'konchini eshitmasdan turib o'zimizning fikrimizni bildirib, mana shu xato qilib qo'yamiz. O'shaning uchun har doim do'konchini eshitib, analiz qilib, aniq yoki yolg'onligini bilib, shunga qarab yechim berishimiz kerak.